ustimdan tushsang bo'lardi. Po'cha. Xaltachani ushlab tur. Men ularni yig'aman. Sen eson-omongina uyga borib ol. Men bularni sotib, pulni olib kelaman. Tizim ma'lumotiga ko'ra, bu do'konga qirqoyoqlar kerak. Shuning uchun bularni bu yerga olib keldim. Asalar uyalarini ham shu yerda pullayman. Xonimlar, Xush kelibsiz janob. Men shu yerning boshqaruvchisiman. Sizga nima kerak? bu yerga sotib olish uchun emas, sotish uchun keldim. Menda qirqoyoqlar bor. Yovvoyi asalmi? Hammasini o'zim olaman. Qirqoyoqlar 100 tangaga sotildi. Asalar uyasi ham 100 tanga bo'ldi. Uyga borib bu pullarni xotinimga beraman. Xursand bo'lganidan o'pib qo'yadi. Menga ma'lumot. Tog'da yovvoyi tulki paydo bo'ldi. Uni darhol tutish kerak. Agar tezroq harakat qilsangiz, uni tutib olasiz. Uning narxi 10,000 tilla 10 tangaga ming teng. tilla tanga? Hazillashyapsanmi? Juda yaxshi. Kechga qadar ulgurib qolishim kerak. Qorong'i tushib qolyapti. Avval uyga borib pulni xotinimga beray. Qor tulkisini keyinroq topaman. Vaqtdan yutqazmayman, hammasiga ulguraman. Opa, yegani go'sht qolmabdi. Kecha po'cham 3 tanga bergandi. Pulni tejab ishlatish kerak. Ho'p. Po'chang kelgandan keyin birga yeymiz. Qizlar, men keldim. Po'cha, keldingizmi? Biz sizni kutib turgandik. Azizim, qo'lingizni arting. Katta rahmat. Uyga kelsam issiqqina ovqat ham bor. Oldimda shunday mehribon xotinam va ajoyib singlim Po'cha, bor. asalari uyasi